Biz chiqindilarni boshqarish va oqova suvlarni tozalash sohasida faoliyat yurituvchi Green Flow kompaniyasimiz. TMK faoliyati va uning istiqbolli loyihalari bilan tanishar ekanmiz, o'z yechimlarimiz va tajribamiz bilan samarali hamkorlik qilish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rmoqdamiz. TMK biz uchun ishonchli va strategik hamkor bo'lishi mumkinligiga ishonamiz. Mazkur memorandumning imzolanishi biz uchun yangi bosqichning boshlanishidir. Ushbu hujjat kompaniyalarimiz o'rtasida uzoq muddatli, mustahkam va o'zaro manfaatli munosabatlarni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi degan umiddamiz. Green Flow va TMK o'rtasidagi ushbu hamkorlik muvaffaqiyatli rivojlanib, ekologik barqarorlik, zamonaviy texnologiyalar va sanoat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishiga ishonamiz. Menimcha bu ekologik tashabbuslarni rivojlantirish, bugun bu yerda ishtirok etayotgan davlatlar va kompaniyalar o'rtasida mustahkam aloqalar o'rnatish, shuningdek, o'zaro tajriba almashish uchun nihoyatda muhim maydondir. Ayniqsa, TMK bilan memorandum imzolanganidan mamnunmiz va bu kelishuv o'zaro manfaatli, uzoq muddatli hamkorlik uchun mustahkam poydevor bo'lishiga ishonamiz. Ishonchim komilki, bunday platformalar bugungi kun uchun juda zarur. Ular dolzarb masalalarni muhokama qilish, yangi g'oyalarni ilgari surish va birgalikda yanada yaxshi kelajakni barpo etish imkonini beradi. Har birimizda mamlakatlarni rivojlantirish va turli sohalarni takomillashtirish bo'yicha o'z qarashlarimiz mavjud. Shu bois turli hududlarda to'plangan tajriba va ilg'or amaliyotlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Сегодня подписали меморандум. Bugun biz TMK kompaniyasi bilan memorandum imzoladik. TMKni bugungi kunda mintaqadagi eng muhim kompaniyalardan biri deb bilamiz. Kelgusida hamkorligimiz davom etishiga va birgalikda yutuqlarga erishishimizga ishonamiz. Men bu yerda Ostonadagi O'zbekiston stendida, xususan TMK stendida bo'lib turganimdan juda mamnunman. Niderlandiya elchisi sifatida men hamkasbim elchi o'rinbosari bilan birgalikda O'zbekistonga muntazam ravishda tashrif buyurib turaman. Biz ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni strategik xomashyo sohasi va boshqa istiqbolli yo'nalishlarda yanada rivojlantirishdan katta manfaatdormiz. Bugungi kunda hamkorligimiz allaqachon qator sohalarda, jumladan qishloq xo'jaligi yo'nalishida muvaffaqiyatli davom etmoqda va buni alohida ta'kidlamoqchiman. Shu bilan birga strategik xomashyo sohasi biz chuqur o'rganayotgan va katta istiqbol ko'rayotgan muhim yo'nalishlardan biridir. Kelasi oy Niderlandiya kompaniyalari delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif buyurib, mamlakatingizdagi imkoniyatlar bilan yaqindan tanishadi hamda TMK bilan birgalikda qanday samarali loyihalarni amalga oshirish mumkinligini o'rganadi. Shu munosabat bilan bugun bu yerda ekaningiz uchun sizga samimiy minnatdorlik bildiraman. Faoliyatingizga muvaffaqiyat tilayman va kelajakda O'zbekiston hamda TMK bilan hamkorligimiz yanada kengayib borishiga ishonaman.